Dinamo bozorchasining oldida 5 etajli panelli domning 4-etajda 2 xonali kirib yashashga tayyor bo'lgan kvartira bugun sotuvga chiqmoqda. Tog'ning havosi bilan bir xil. Bilsangiz kerak, daraxtlar ko'p bo'lgan joyda H2 bo'ladi. Obzorni boshlayman qadrdonlar. Sanuzellari alohida, pastdan tepasigacha yaxshi kafelar qilingan. Remontdan keyin hali hech kim yashamabdi. 4-etajliga qaramasdan H2O dan umuman muammo yo'q. Kommentariyada yozib keting, H2 nima, H2O nima biladiganlar kommentariyada izohlarda yozib qoldiramiz. H2Oning o'zi nima? H2Oning o'zi H2Oning o'zi Asosiy kiraverchi eshigi kirgandan to'g'rida uyning kladovkasi, eshiklari ham yaxshi MDF eshiklar almashtirilgan. Xo'p, kirgandan gilamlar to'shalgan, pardalar qilingan, abo'ylari ham ochiq svetda. Ko'zlaringizni charchatmaydi. Uyimiz 57 metr kvadratdan iborat, plus minusni hisobga olganda narx oxirida bo'ladi, narxi zo'r. Xohlasangiz ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Bu esa mehmonlar uchun zal. Juda ham ajoyib tarzda remont qilingan. Yaxshi moyishi abo'ylar, pardalar bilan kombinatsiya qilingan. Bu esa uyning oshxonasi. Mana bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun kompakt zona taxlasangiz bo'ladi. Ushbu kvartiraga 33.500 so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib kelaverasiz.